Eski deduskis bosib, bu zamonda ishim tushadi bunaqaga deb o'ylamagandim, lekin mana to'g'ri keldi shuni qilishga. Bu demak, o'sha 12si disk sprenyasi, buni ko'rib turgan bo'lsangiz, nakladkasi yechib olindi. Chunki bu nakladkasi qalinroq edi. Bu Xitoy, bu ham Xitoy. Lekin o'zini radnoyini ko'rinishi mana nakladkasi, o'ziniki farqi sezilarli darajada mana o'rtasidagi farqlari. Xullas, mana orqa tarafi va buni orqa tarafi. Buni nega ochdim? Nega bunaqaga terdim? Chunki Xitoynikida mana bu sentrovkasi o'ynab qoldi-da, motorga nagruska, ya'ni konditsioner yoqqanimda ovoz chiqaradi, taq 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 ishlaydi. Shuning uchun original mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi diski. O'sha originaliga buni nakladkasini qo'ydim. Mana bu originalda nakladkasi, mana hech tashlaganman buni. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsa, bu yo'qalik qilyapti o'ziniki. Juda yeyilib ketmagan. Mana bu disk deyarli ko'p ham yurmadi, 2-3 ming yurgan disk bu. 2-3 ming kilometrda cho'chib ketish haqida yotibdi. Ko'rayotgan bo'lsalaring, mana turbinalar o'ynab ketdi. Buni ham yaxshisi koreyskiy deb sotgan. Narxiga kelsak, narxi 700 qanchadir ming edi. Bu endi zo'r diyon, buni ham endi har qalay original emasligini aniq. Bundan boshqasini ham qo'yganman Xitoylari. O'sha sentrovkasi chidamayapti, shovqin chiqarib olyapti. Xo'p, buni o'rniga Lasettinikini qo'ydim. Uning kichklari o'zi yaxshi biladi, ustalarim yaxshi biladi. O'ziniki mana shpriskovskiy plastmassoviy. Buni o'rniga Lasettik qo'ydim. Bu gujimnoyi o'rniga Lasettinikini ham qo'yib ko'rdim, ish bermadi. Endi nariroq qizardi. Hozir Nexia turibdi. Nexia'niki oddiy 7 gidravlicheskiy mexanizm yo'q. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, buni o'rniga qanday qo'yilganligi kommentga yozsalaring, aniq javob aytishim mumkin. Buning uchun balkim siz ko'rayotganlarga buni qizig'i bo'lmasligi mumkin, lekin bu muammolardan qiynaladiganlar bo'lsa kerak, ularga balkim foydasi bo'lar. O'shanaqalarga yetib borish uchun ozgina qo'llab-quvvatlab borish deyiladimi? Like, komment, xullas yaqinlarga yuborib qo'yish yoki shu 12sidan qiynalib yurganlarga yuborib qo'ysa, savobga yana sherik bo'lasizlar. Bundan men pul ishlamoqchi emasman, o'sha qiynalib yurganlarga qanaqadir yordam, foydasi tegishi mumkin deb o'yladim.